Bo'ldi, televizor ham charchab ketdi. Soat 14:02 bo'pti. Abetdan keyin 2 bo'lib ketibdi. Shuncha paytdan beri televizor ko'rib o'tiribman. Obunachilar, sizlarga assalomu alaykum deb qolaman. Yangi videoga xush kelibsizlar albatta. Shu bugun mana shu korotchi muzlatgichimni boshqa joyga olmoqchiman. Tagida qanaqadir sariq narsa ko'rinyapti. Nimaligi o'zimga ham juda ham qiziq. Bilmadim. Kecha uyimda bo'lmaganimga tagiga shunaqa sariq narsa paydo bo'lib qopti. Balki nimadir muzlab qolgan bo'lishi mumkin. Ya'ni bir kun kelmaganimga qaranglar. Yo bu yerda qanaqadir tushunmadim. Bu qanaqa narsa? Podvalmi? Bu yerda mana uyim tagida podval bo'lishi mumkin emas. Qayerdan paydo bo'lib qoldi podval? Tushunmadim. Balki kimdir podval ochib ketgandir yoki sotib olganimda men podval yo'q edi bu yerda. Tushunmadim. Ichidan qizil narsa nima ekan? Chunki qanday tushsam bo'ladi hozir bu yerga? To'xtaylar-da. Obbo, eshik tushib ketdi. Mayli, hozir mana bu yerimdan ochib turib, ostga tushib, bu yerdan olmosmi? What the? Mashina! Nima bu? Qanaqa joy? Rolls Royce. Nahotki? Uyimning tagida butun boshli milliardlar bor ekan-ku. Men bilmabman, buni qaranglar. Вообще ko'k. Buni qandaydir olib chiqish kerak tepaga, lekin qanday bilmadim. Mayli, hozir bu yopiqroq qolsin. Bu yerda olmoslarni olib ketishim kerak. Bu kimning olmoslari? Qaranglar. Rostakasimi olmoslar? What the? Men boyman. Lekin bu meniki emas-ku. Kim ekan bularning egasi bilmadim. Lekin kim bo'lsa ham, mayli, hozir to'xtanglar, bu yerda ham narsalar. Shashlikmi? Shashlik pishirgan bu yerda. Kim pishirgan shashlikni bilmadim. G'alati. Rostdan bu yerda mototsikl, biroz eskiroq mototsikl ekan-u. Mototsikl menda yo'q edi, kvadrotsikl. Nahotki menda qorasi bor edi avval. Keyin sotib olgandim. Bu yerda qizili bor ekan. Qizlar haydaydi uni, qizilni. Bu yerda mob safe'ning ichida qulfini sindirish kerak, sindi. What the fuck? Butun olamni boyligi shu odamda, mana. Shuncha narsa, buni qaranglar. Bunisida mana ko'k narsa nima ekan? Men tushunmadim. Bu ko'k narsa bilmadim. Qanaqadir g'alatiroq narsa, lekin bu yerda oltin olmos. Men boyman. Men boy, вообще dahshat boyman. Buni aniq egasi bo'lmasin-da nima bo'lsa ham, agar egasi bo'lsa bormi? Egasi kelib qolsa, ya'ni egasi men-ku. Meni uyim taydan chiqyapti. Shunda egasi men bo'laman. Qanaqa egasi kelib qolishi mumkin? Kim kelsa kelaversin, bemalol. Bu meniki. Endi meniki bo'ldi. Mashinalar qanday olib chiqaman qizig'i? O'ylamabman-u. Hozir nimadir ideya qilaman mashinalar uchun ham. Lekin hozir mana bu boyliklarni birinchi qayergadir yashirish kerak. Mashinani mana bu ключ bilan buzib olib chiqaman. Birinchi buzib, keyin tepaga olib chiqsa bo'ladi. Bu narsani sizlar bilmaysizlar, men bilaman-u. Hozir mana okey, ko'rdinglarmi? Bittada maydalab yubordim. Buni hozir tepaga olib chiqib qo'yib, haydab ko'raman. Rolls Royce. Umrimda Rolls Royce haydamaganman. Qanaqa mashina ekan Rolls Royce bilmadim. Mana toshni noto'g'ri qo'yib yubordim-u. Okey, mana uni buzamiz. Voy, nichovo. Tosh bor edi qo'limda. Tosh nima qildim? Nima qilyapman? Tushunmadim. Tak, okey mana. Все, endi bu yerdan chiqish uchun bitta tosh qo'yib yuboramiz. Normali. Hozir. Mana bu mashina Rolls Royce. Dahshat Rolls Royce bor ekan bu yerda. Hozir tekisroq joy topib olaydi haydashga. Men tekis joy bo'lsa hayda olmayman, chunki pravam yo'q. Pravam bo'lsa любой joyga qo'yib ham haydab ketaversam bo'ladi. O'to'lanlarni atrofdagilar yo'q qilish kerak, chunki voy mashinaginamdan aylanay. Men seni sevib qoldim. Juda ham chiroyli mashina ekansan. Tezligini aytmaysizlarmi? Voy, asta. Nichivo, mayli. Hech qayerga hech nima qilmadi-yu. Muhim, mana bu yerda shaxta bor oldimda. Yo'q, bu yerga haydamas kerak. Juda ham takoy mashina ekan, menga yarashdi-yu, to'g'rimi? Yo'q, yarashmadimi? Mashina yarashar ekanmi hech dunyoda deyotganlarga? Da, конечно, yarashi mumkin mashina ham. Chiroyli mashina odamni chiroyiga yarasha bo'lib tursa, u yarashgan deyiladi-da. Bu hozir shu yerda tura qolsin. Yana bir ikkita narsalar bor edi. U narsalarni ham chiqarib sinab ko'rish kerak. Kvadrotsikl, mototsikl degandek. Hozir tushaman qaytib yana podvalga. Hozir men bu yerdan kirib borsam bo'ladi menimcha. Shu yerdan to'g'ri borsam, o'sha joyga borib qolsam kerak. Lekin bu podvalni kim qurib ketdi ekan-a?
kim qurgan bo'lsa ham cho'tki qilib qurib ketgan ekan. Bori umridan baraka topib ketsin. Shuncha narsaga qaranglar. Mototsiklda ham olib ketayim birdan. Nu bitta sinab ko'rsam bo'laveradi. Mana bu yerda boshqa stop. To'xtanglar. Bu yerda ham qanaqadir joy bormi? Tushunmadim. Uyimda o'zini podval aytgancha. No, bilmadim. Yana qanaqadir g'aroyib joylar bo'lishi ham mumkin. Bu yerda o'zi hamma narsa sirliga o'xshayapti. Wow, kvadrotsikl. Men buni haydashni bilaman. Bunga pravani ham kerak yo'q, chunki bu mototsiklga o'xshaydi. Men velik haydaganman. Bu degani mototsikl ham hayda olaman degani. Mototsikl ham hayda olaman degani, bu degani kvadrotsikl ham hayda olaman degani. Yo, kechirasizlar, nimadir bosilib ketdi. Hozir bu esa menga vobshe yarashdi, chunki kiyimga mos emas-ku, lekin mosroq, normali. Muhim minsa bo'ladigan narsa. Voy, suvga, ozgina qoldi, suvga tushib ketganda bormi? Dabdalasi chiqardi mashinani, kvadrotsiklni, qanaqa mashinani. Tak, asta shu yerdan biramanib chiqib olsam. Okay, hozir mana qoch, yaramas mashina. Ya mashina qoch olmaydi, men qoch. Voy, nima bo'ldi? Tikka qoldimmi? Oldi ko'tarilar ekan. Oldi ko'tarilar ekan buni. Bu haqiqiy mototsikl ekan, lekin buni men hayda olmayman, to'g'risi bu yerda tura tursin. Men buni haydayman deb avariya bo'lib ketmay yana. Shunchaki tirik yurish yo'qmayotgandek tuyulyapti. Mana bu mototsiklni olsam, ana endi asta ko'chaga chiqib buni ham sinaymiz. Bu yerda shaxta bor aytgancha. O'sha shaxta bo'lgani uchun ham qo'limga narsalar tushib qolyapti shekilli. To'xtanglar. Bu yerda shaxta bor edi, shaxta. Shaxtadan keyin bu yerda qurilishlar bo'lgan, ya'ni uyim shaxtaning ustiga qurilib qo'yilgan. O'sha hisobidan shunaqa olib ketgan. Hozir mototsiklda kulli joyda haydab ko'rsam bo'ladi, chunki kichkina narsalar joyga siqaveradi. Mana. Bu bezuk yurar ekan. Ovozi yo'q. Voy. Nima bo'ldi? Mayli, nima bo'lgan bo'lsa ham bu yerda portlash yuz berdi. Hech nima qilmaydi. O'zimga hech narsa qilmadi, muhimi. Men o'ldi deb o'ylagan bo'lsanglar, adashasizlar. Men yo'q, bunaqa holatlarda o'lishim qiyin, chunki Minecraftda avariya bo'lyapti-ku. Tak, hozir normali. Mana bu narsalarni ham olib chiqib ketayin. Nima kerak bor bu yerda? Nima edi? Yo'q, mayli tursin. Men keyinchalik kerak bo'lar. Yo'q, baribir olib ketaman. Chunki mana bu olmoslar olib ketish kerak, eng muhimi. Boylik axir. Boylikda olmasa nimani olishim mumkin, a? Albatta birinchi boylikda olish kerak. Keyin boshqa narsalarni. Tak, telefon kelyaptimi? Telefonni men o'zim bilan olib kelmagandim-ku. Mayli, bezuk qilib qo'yib qo'yaveramiz telefonni. Tak, janob mer telefon qilyapti ekan. Janob mer nima deydi? Aniq bilaman, nimadir ish buyuradi yoki boylik top bo'lganimni bilib qolsa menga ham ber deydi. O'shaning uchun bildirmaslik uchun sirasi qayerlargadir yashirish kerak. Bu yerda ko'chada sochmasligim kerak. Men boyman, lekin sochim kelyapti. Chunki odam buncha puli bo'lganiga, odam puli ko'payganiga qitirib ketaverar ekan deydi-ku Tyson. O'shanaqa odam puli bo'lgandan keyin hamma narsa qilgisi kelaverar ekanda. Farqi yo'q. Qarorchi obunachilar, men bu pullarni sizlarga berib qolaman. Albatta kanalimga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmanglar. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar va kanalga obuna bo'lishni unutmanglar.